Keyingi mavzumiz demak differensial tenglamalarning normal sistemasi. Chiziqli differensial tenglamalar sistemasi. Ushbu ko'rinishda mana y1 shtrix teng f1 qavs ichida x y1 vergul y2 va hokazo y1 qavs yopilgan, y2 shtrix teng f2 qavs ochilgan, x vergul y1 vergul y2 va hokazo yn qavs yopilgan va hokazo yn shtrix teng fn qavs ochilgan, x y1 vergul y2 va hokazo yn qavs yopilgan. Mana shu sistema ko'rinishida differensial tenglamalar sistemasini biz normal sistema deymiz. Bu yerda y'lar x ning noma'lum funksiyalari, y'lar ya'ni fi'lar biror q n+1 tenglama demak chegaralangan sohada aniqlangan, mana chegaralangan sohada va uzluksizligi albatta talab qilinadi. Ta'rif: birinchi, agar biror intervalda aniqlangan f1, f2, x va hokazo fn x funksiyalar sistemasi uchun quyidagi 3 ta shart bajarilsin, ya'ni x f1x, f2x va hokazo fn x tegishli bo'lsin qn+1 sohaga. Ikkinchi, fi x tegishli s1 qavs ichida ya'ni interval yoki soha desak ham da o'zgaradi, 1dan n-gacha. Uchinchi, fi x aynan fi x f1 x f2x va hokazo fn x qavs yopilgan, x tegishli shartni bajarilsa, bu funksiyalar 9.1 sistemaning da aniqlangan yechimi deyishar ekan. Mana shuni managa ayniyatga aylantiryapman. Mana shu 3 ta shart bajarilishi kerak. Hop, ta'rif: agar ushbu n ta o'zgarmas va to'liq differensiallanuvchi funksiyalar sistemasi y1 teng f1 x1 c2 va hokazo cn, y2 teng f2 x1 c2 cn va hokazo yn fi x x1 c2 va hokazo cn qavs yopilgan. Mana shu 9.2 sistema birinchidan s1 c2 va hokazo cnlar, ya'ni a birinchidan deganimizda mana shu aga bga bo'lyapmiz. Mana shu ikkitalarni birinchi ikkinchi xato bo'lmaydi. Ularning ixtiyoriy qiymatlari uchun 9.1 sistemani qanoatlantirsa, ikkinchi 9.1 sistemaning ixtiyoriy xususiy yechimlari s1 0, c2 0 va hokazo cn 0 larning aniq s1 c2 cn 0 larning qiymatlari 9.2 dan hosil bo'lsa, holda bu 9.2 funksiyalar sistemasi 9.1 sistemaning umumiy yechimi deyilar ekan. Geometrik nuqtai nazardan 9.1 sistema demak x y1 y2 ylarni n+1 o'lchovli fazaning koordinatasi deb qarasak, holda 9.1 sistemaning yechimini bu fazaga ega chizig'ini ifodalaydi. Bu egri chiziq 9.1 sistema integral egri chiziq ham deyishadi. Mexanik jihatdan 9.1 sistemaning y1 y2 va hokazo yn yechimini n o'lchovli y1 yn fazada nuqtaning demak harakatini aniqlaydi. Bu fazada holatlar fazosi ham deyishar ekan. n barobar 2 hollarda tekislikda qaraladi. Nuqta demak n uchgan fazada bo'ladi. Ular harakatning natijasida hosil bo'lgan egri chiziq demak harakat trayektoriyasi ham deyishadi. Ko'shi masalasi deganda o'zi oddiy tekislikka qaraganimizda, ya'ni nuqtadagi yechimini topish, differensial tenglamaning nuqtadagi yechimini topish deyiladi. Endi o'lchovli fazada ham demak ko'shi masalasi deganda, masalan x0
y1 0, y2 0 va hokazo yn 0 nuqtada berilgan bo'lsin. 9-1 sistemaning mana shu p1 x0 y1 0 p2 x0 teng y2 0 va hokazo pn x0 teng yn 9 shaxsni qanoatlantiruvchi yechimini topish masalasi 9-1 sistema uchun qo'shiq masalasi deyiladi. Yani sistema uchun shunda n o'lchamli n o'lchamli fazada mana shu qo'shiq masalasi berilgan deyishadi. Sistema uchun qo'shiq masalasi 9 shaxsni boshlang'ich shartlari ham deyishadi ekan. Mana qo'shiq masalasining boshlang'ich shartlari ham deyishadi. Teorema, Picard teoremasi. Agar 9-1 sistema uchun x0, y1 0, y2 0 va hokazo yn 0 boshlang'ich qiymatlari berilgan bo'lib, birinchidan mana f1, f2 va hokazo fn funksiyalarining qiymatlari p teng qavs ichida x virgul y1 y2 va hokazo yn shunday nuqtalar nimasi ekanki x minus x0 modul jihatdan kichik teng a, y minus y 0 kichik teng b yopiq sohada uzluksiz, demak chegaralangan funksiya bo'lar ekan. Ikkinchi, p sohada fi funksiyalar y1 y argumentlar bo'yicha Lipschitz shartini qanoatlantirsa, u holda 9-1 sistemamiz x minus x0 kichik teng h intervalda 9 shartni qanoatlantiruvchi yagona yechimga ega. Bunda h teng minimum a bit taqsim m. Agar 9-2 sistemamizni si larning nisbatan yechib olsak, u holda si teng debda psi, ya'ni psi x y1 y2 va hokazo y n 9-4 ko'rinishda bu funksiyalarni olamiz. 9-4da y1 y n'lar o'rinli 9-1 sistemaning xususiy ismlarini qo'ysak, ya'ni si teng si x f1 x0 cx va hokazo cn pn x0 cx va hokazo cn teng si ayniyatni hosil qilamiz. Bunday hosillarga ega bo'lgan funksiyalar 9-1 sistemaning integrali deb ataladi. Ta'rif ish: agar y1 y larning sistemalarni ixtiyoriy xususiy yechimi bilan almashtirilganda u o'zgarmasga aylansa, psi x y1 y n funksiyada d sohada 9-1 sistemaning integrali deyiladi. Agar psi x y1 y n funksiyalar 9-1 sistemaning integrali bo'lsa, 4-chi ta'rif psi x y1 y teng s tenglikni 9-1 sistemaning birinchi integrali ham deyishadi ekan. Demak, ta'rif berish: agar n ta bir jinsli integrallarni y1 y'larni nisbatan yechish mumkin bo'lsa, u holda 9-1 sistemaning umumiy yechimi hosil bo'lsa, u holda bunday birinchi integral majmuasi 9-1 sistemaning umumiy integrali ham deyishadi. Bu ta'rifimiz. Endi bundagi sistema quyidagi nimalarni hosillarni olib, bu nimani o'ni bir nimani ham sistemani yechib chiqsak, chiziqli tinglama sistemasi deyishadi. Agar barcha fk aynan 0 ga teng bo'lsa, o'ni bir sistema bir jinsli deyiladi. Fk x 0 dan farqli bo'lsa, bir jinsli bo'lmagan sistema ham deyishadi. Ya'ni d differensial y dx teng summa, ya'ni yig'indi l birdan n'gacha pkl yl. Mana bir jinsli sistema deyishadi. Mana shunday qilib, mana biz chiziqli tenglama sistemasini yechamiz. Keyingi darslarimizda albatta bunga doir misollarni qarab chiqamiz. Mana keyingi nimamizga, darsimizga
natija ko'rib chiqamiz.